Jahon tillari universiteti yaqinidan ikki xona o'rta etajdan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor 10-kvartalda joylashgan ikki xonali uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganlaringiz uyimizni mehmonxona qismi bilan birinchi xonamiz o'zining yumshoq mebellari, TV zonalari bilan birgalikda bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun stol stul qoldirib ketilgan uyimiz egalari tomonidan. Bu yoqda esa oshxonamiz keladi. O'z o'rnida qolgan oshxonamiz. Keyinchalik oshxonamiz o'rnini balkonga ko'chirib ikki xona, uch xona sifatida ham bemalol foydalanishlaring mumkin bo'ladi. Bu yoqda esa 1,5 uch bo'lgan balkonimiz. Ko'rib turganinglardek uyimiz 4 qavatli binoning 3-qavatda joylashgan. Umumiy maydoni 50 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi, zalimiz bilan bir xil uzunlik va kengligi bo'ladi. 5.20 ga 3.30 bo'ladi. Patologlarimiz balandligi 285. Ko'rib turganinglarda bu yerda ham did bilan jihozlangan xonalarimiz. Glavniy eshikdan kirib kelish, glavniy eshiklarimiz alishgan bo'ladi. Отпечаткalik zamoklardan qo'yilgan va razdельный sanuzolimizda vanna qismi. Ko'rib turganinglardek va hojatxonamiz. Ushbu uyimiz mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 10-kvartal Jahon tillari universitetining qarama-qarshisida joylashgan, katta yo'l yuzida joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 73.500 AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.